bitta vilka, patnis. Boshama. Yaşım onam, kalbimga nur sochgan quvonchim onam. Dard cheksam bo'lamdi boshimni silab, yonimda kulib keyin yig'lagan onam. To'ydim tashvishlardan, g'iybatlardan. Qancha bosib o'tgan izlaringiz bosolmadim onam. Sizdek bo'lolmadim onam. Ko'nglimni kimdan oyog'imni chalayozar. Qaraysan atrofimga, ko'zing kulib Qaradi Muhammad. Bayram tugadi deydi-ku. Allohim shu kunlarga yetkazganiga shukr. Bugun 36 yoshga to'ldim, lekin tug'ilgan kun qilmaymiz. Bitta xolamlar Rossiyadan kelgan edilar. Bizanikiga hali hech ham kelmadilar. Bu uyga 3,5 yil bo'lgan bo'lsa, ko'chib kelganimizga. Shu bahona bo'lib, xo'jayinimlar baliq shashliklar qilib berdilar. O'zi bizani onamlar taraflar hamma kafeda o'tirishadi. Tashashib, tug'ilgan kuni bo'ladigan odamga o'zi kerakli narsa oladi deb. Menga xo'jayinim ruxsat bermaylar kafelada o'tirishga, shu yerga kelaversin, o'zim qilib beraman, nima xohlasa dedilar. Xolam baliq yeymiz dedilar. Xullas baliqli shashlik qilib berdilar. Hozir bardakvanda tozalashim kerak, bu sixla qoldi. Qolgan narsalar yuvildi.
orada lagan sinib ketdi. Buni xolam olib keldilar. Banka yopgan ekanlar, men yopmadim bu yil. Hali ishim ko'p oshxonada. Laganlar tushib sinib ketdi. Ozgina ishim qoldi. Ortgan nonlar bular. Tarelkalarni joylasam, artib non idishlar. Limon choy bilan ichishadi, yeyishadi shashlikni bizada. Xudoga shukr, shu xolalarimni boriga shukr. Yolg'iz farzandman, bitta qizman. Onamlarda hech ham yolg'izligimni bildirishmaydi. Jiyanlarim, tog'alarim, kenaylarim hammaligisi baraka topishsin. Endi yig'ib terbasam, bolalarim tez o'g'illarim olib chiqib berishdi, idishlarni yuvib oldim, faqat issiqli qoldi. Yana hali sovg'alarimni videoga olib qo'yaman hali. Kecha mehmonlarni kuzatib, bolalar bilan yig'ishtirib, tozalab oldik oshxonalarni. Bugun ham qolgan ishlarni qilib, endi sizlarga mana hadyalarimni ko'rsataman. Eng birinchi bo'lib mana shuni ko'rsatmoqchi edim. Buni katta o'g'lim hadya qildi menga. O'zi bir magazinga kirganimda shuni brasletini qaragan edim. Esa yoquvdi, nima tsochkasini ko'ruvdim deb, ro'mol tegib baribir ko'rinmaydi-yu. Brasleti bo'lsa topib beringlar, qizlar olaman dedim. Shuni o'zigina sovg'a qildi bolam. Keyin tog'alarim, kenaylarim pul berishdi. Mana bunaqa koshelok berishdi. Buni yaqin bitta opam borlar, ular berdilar. Buni jiyanlarim berishdi. Bu pasteniy bilyo. Bunaqa. Xolam berdilar buni, katta xolam, navochkasi ham bor ichida. Buni pul bilan shirinlik qo'shnilarim 4 ayol o'rtamizda, katta bolalarimiz bitta sinfda o'qishadi, ular berishdi. To'yis meni katta o'g'lim, ularda 3-sinf, 2-sinf mana shunaqa. Buni o'g'lim chizib berdi. Rasmga tushib bering, oyi deb. Oyi, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Iloyim yuzga kirib yuring. Katta bo'lsam, sizni umra hajga olib boraman. Men sizni yaxshi ko'raman. Joyinimman. Mana shunaqa gullar chizib berdi. Telefonga qarab, rasmimni chizib. Buni opajonim berdilar. Xo'jayinim bilan katta sinalari, koshelok, balzam, shampun. Buni yaqinda o'sin tushirganmiz. Bitta qaynim borlar o'zi. Shart berdilar o'sini. Shunaqa Oriflame'ma gelda dushasi bu menimcha. Gelda dush ekan. Keyin shunaqa qalam, kontur chizadigan. Shunaqa Kikoni pomadasi. Вообще zo'r ekan, hidini hillab ko'rdim. Esi yoqdi menga. Baraka topsinlar. E'tibor deng muhimi. Endi eng glavniy sovg'amni ko'rsataman. Bu lentichkalar bilan boylangan edi. Onajonim sovg'a qildilar. Eng kreativniy nima sovg'alar tayyorlaydigan. 30 ga to'lganimda shokoladni buket qilgan edilar. Shirinlik yaxshi ko'raman. Bu ham shunaqa shokolad. Bu ham shokolad ekan, chiroyli. Hovlida qo'ylarimiz marvat qorni ochib ketgan, o'g'lim qaravat. Meni uchalim ilon, shunaqa ilon topibdilar. Ilon ham shirin ilon ekan. Bolalarim talash yotibdi, buni oy menga bering deb. Ikkinchisi bilan uchinchisi. Shirinliklar shunaqa Nutella, men yaxshi ko'radigan shirinliklarni solganlar. Jonim bir kitob pullar. Kecha biza ham ularga gul oldim, oyijonga ham oldim, onamga ham oldim. Bitta paketda ular ham shirinlik yaxshi ko'radilar. Yaxshi shokoladdan olib gul berdim o'zim. Как uyda ashula qo'yib yig'ladik birpas quchoqlashib. Shunaqa shirinliklar. Hammasi men yaxshi ko'radiganlarim tanlab. Men necha oy oldin tayyorlab qo'ygandim sovg'amni deylar. Uni hali bo'lishib, bolalarim bilan, xo'jayinim bilan yeymiz. Kecha shashlik qilib berganga Rafaello bermaysanmi dedilar. Kulib beruvdim Rafaellodan ikkita. Shunaqa sovg'alar mana. Keyin bunisi o'zim ochib ko'rdim, endi sizlarga ko'rsataman. Shunaqa tsochka. Ikkalamizning yuragimizda bu endi onam bilan. Baraka topsinlar, pullariga Allohim baraka bersin. Shunaqa qilib kecha xursand qilib ketishdi kelib. Biz o'zi tug'ilgan kun qilmaymiz, aytib bermoqchi edim sizlarga. Bu uchastkaga ko'chganimizga 3,5 yildan oshdi. Bitta xolam Rossiyada edilar. Xo'jayinlar bilan ishlardilar. Xo'jayinlar o'tib qoldi. Keldilar. Men bu yerda yeng ko'chib kelganimizda, bitirganimizdan keyin hamma qarindoshlarimni chaqirganman. Mehmonga ular kelmagan edilar. Keyin ular taklif bildirib qoldilar. Dushanba kuni boraylik, sanikaga shashlikka deb. Yo'q, xolam, men tug'ilgan kun qilmayman. Biz oilada yo'q desam, yo'q, tug'ilgan kun debman. Shashlik demadilar, baliq dedilar. Chunki ko'p chaqirib turardik-da, oyijongilarni, xo'jayinimlar taraf, o'zim taraf, xolalarim, kenaylarim, jiyanlarim, tog'alarim, как balu salqin tushganda baliq qilib chaqirardilar xo'jayinim. Ular kafeda o'zi o'tirishadi, menga ruxsat bermaydilar. O'shanga baliq zo'r qilar ekan, ering boraylik dedilar. Bo'pti dedimda, bir shashlikli baliq qilib beruvdilar. So'mdan, afrikanskiy so'mmi deyilar ekan-ku. Zo'r chiquvdi mazasi, o'shandan qila qolaylik deb 2 kun ketma-ket kutdik. Oyijongilar, qaynsinalarim, qaynam, xo'jayinim har oy yig'ilishib shu sabab bo'lsin deb gap o'ynaymiz. Oddiy kuni ularni kutdik, dushanba kuni o'zimni tarafimni kutdik. Oyijongilarni ham chaqirdim unda. Oyijonga ham, onamga ham gul oldik.
bolalar berishdi, oyijonga, gulla onamga men berdim. Xullas shunaqa qilib o'tib ketdi, baribir quruq kelishmaydi. Shunaqa hadyalar olib kelishdi, baraka topsin. Qo'shnilarim juma kuni anaqa qilishuvdi, chiqarib yuborishuvdi. Ular ham qilishmaydi, juma hadyasi deb. Shunaqa qilib xursand qilishdi. Meni xursand qilishdi, Allohim ularni xursand qilsin. O'zini buyukligiga qadar topgan tutganligisiga baraka ato qilsin. Meni ko'rayotgan obunachilarimga ham rahmat. Kattakon biz 5 ustidan ochdik. Hech qanaqa reklamasiz, masalan, o'zimning mehnatim bilan kundalik yumushlarimni ko'rsatib boraman. Ko'p blogerlarni kuzatib, hamma bir-biridan narsa o'rganadi deya baribir. Manfaatli. Allohim o'zi kuch-quvvat bersin hammaga. I love too hard. That girl got a problem, she love too hard. Says she needs somebody who go too far. She don't need nobody, she love who she are. Oh girl, I'm a problem, I love too hard. That girl got a problem, she love too hard. Says she needs somebody who go too far. She don't need nobody, she love who she are. Hormaylar, qizlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi bu ishlar bilan? Kechqurunga KFCga marinovka qilib qo'ydim, tovuni filesini salomka qilib qo'shib yeymiz oldiga. Bolalar anchadan beri so'rashardi. Obedga kartoshka qovurdim. Maktabga yeb ketishdi. Obed qilib endi buni xolodilnikka qo'yib qo'yamiz kechgacha. Так, bizda deganda rastakovka. Voy, hozir bozordan kelib KFCni endi qovuraman. Kech qolib ketdik, Urizorga borib keldik. Urizorda men o'zim oladigan magazinim bor. 2 uylik tur. O'tgan safar ham video siymat qilganimda o'chib ketuvdi. Bundan oldingi bloklarimda aytib berdim. Gellarni men stirkaga mana shunaqa eron persilga ishlataman. Menga buni hidi yoqadi. Hidini har doim ochib qillab olaman. Yurganinglarda ham hidi stoyga ketmaydi kirlardan. Juda ham yaxshi bu. Rangli kiyimlarga yaxshi to'y. Mana bunaqa simshotkam qolmadi, bundan oldik. Keyin Klian Corner'i qo'shnim maqtadilar. Bu ham lavandali, buni ham hidi вообще zo'r ekan, hidlab oldim. Stoyga rosa hidi zo'r keladi dedilar. Bunisidan oldik. Keyin kirsovini qolmadi, kirsovini oldik. Keyin mana o'tgan safar shu parashokdan oldim. Video siymat qilganimda rosa yoqdi bu ham menga oq kirlarni вообще toza qilar ekan. Prema yoqadigan yengdagi bolalar maktab qo'ynilar bo'ladi-yu. O'shalarni rosa zo'r ketib ekan. Bu turistga parashok 3 kilolisi 50 ming. Rosa yaxshi narsa. Keyin yana atir oldim, tam choyga narsalar oldik. Buni menga o'sha magazinda постоянный klientman. O'zi dastavka qildirardik uyga. Mashina borganimda aytdim, постоянный klientingiz biz har doim olamiz, dastavka qilibsam. Keyin shunaqa hadya qilib solib berishdi. Maskani ishlatamiz buni ham. Ro'zg'or choyga olganlarimizni ko'rsatmayman. Mana shotka juda ham yaxshi qirib yubormaydi men bu pech oynalarini ish qilganligida ham. Shunaqa pakupkalar qildik. Mana qizlar, KFC'larim pishdi. Bu kuymagan, anaqa suxarisi qizaribroq qilgan edim. Suxarini planirovочницini o'zim qilaman, blenderda maydalab. Yoniga salomkalar qo'yib, endi biz ovqatlanamiz. Hormaylar qizlar, biz kechki ovqatlarni yeb oldik. KFC'larimni qovurib yedirib oldim bolalarga. Onamlar bizdan tarafdan o'tib ketayotgan ekanlar. Tashab ketdilar shunani qovoli bulochka. Qovoni bug'da pishirib qo'shib yuboradilar xamiriga. Men bolalarim yaxshi ko'radi, har doim ilinib beradilar. Mana chiroyli chiqqan. Buni ham choy bilan ichishadi deb berib ketdilar. Menimcha hamma qizlarning onasi shunaqa bo'lsa kerak-a, uzatilgan qizlarni nima pishirsa nevaralariga, qiziga ilinishadi. Baraka topsin onalarimiz. Appetitli bo'lib chiqibdi. Buni ertaga yeymiz. Bolalar maktabga olib ketishadi.